Audio Jungle. Mana bugun Forish tumani birinchi maktabda kasbiy rivojlanish kuni taklif boshlandi va bu jarayonda Forish tumanida 3 hududga bo'lingan va 3 hududning bir hududidagi maktablardan yig'ilgan yetakchi o'qituvchilar birinchi maktabda tayanch maktab sifatida Odmiy maktabda faoliyatlarni boshladi. Faoliyat tadbirlari boshlandi bu mashg'ulotlari. Sizlarda hozir Forish tumani bo'yicha hududlar kesimida 3 ta tayanch maktabda bo'lib o'tilyapti va bu tayanch maktabda nechta o'qituvchilar? 20 ta o'qituvchilar. 3 ta maktabda keyin 20 ga yaqin tovarda. Biz hozir davom bo'yicha nechta bor? Bizda hozir 8 xodim hozir qo'yiladi. Ha, restoranda Nima deysiz? o'quv mashg'ulotlarini Telegramda karaka.alon.uz boti ham bor. O'sha bot orqali sizga o'sha turli mashg'ulotlarning taqdimotlari beriladi. Jarayonda nima amaliyot bajargan bo'lsangizlar, videoga hamma barchasi beriladi va siz o'sha bot orqali ham dars qaytadan eshitib tinglab ko'rishingiz mumkin va darsni sizdan sinov tariqasida test tashlaydi. Testda ishlar bajarib qo'ygan bo'lishingiz shart. Multfilm ko'rganmiz, yoshligimizda ko'rardik. Nimaga tushib qolgan vaqtida mushukni ko'rib, iltimos qaysi yo'ldan borishini ayta olasiz. 3 ta yo'l turadi, yo'llar turadi. Alisa, mushukka bu seni qayerga borishingni xohlayotganingga bog'liq. Alisa aytadi, menga farqi yo'q. Mushuk undan qaysi yo'l bilan borishingga ham ahamiyat yo'q. Ya'ni bunda maqsad yo'q Alisada. Qayerga tushib qolganini bilmayapti, uni maqsadi yo'q. Birdan boshqa olamga o'tib qoldi. Va mushuk ham aytayapti, seni maqsading bo'lmasa, xohlagan yo'lingdan boraver, xohlagan yo'lingdagi qiyinchiliklarni o'tasan. Biz lekin maqsad qo'ysak, shu maqsadga erishsak, erishish uchun rejalar qilamiz. Smart maqsad borda. Demak, biz hozir hayotimizni qaysi yo'ldaligimizni har birimiz aniqlab olishimiz kerak va o'sha yo'lga maqsadlarimizni qo'yishimiz kerak. 3 xil toifali demak insonlar bo'lar ekan. Murakkab lekin kuchli saboqlari bor yo'lni tanlaydi. Shunday insonlar bor, faqat niyat qiladi va shu yo'lda harakat qiladi. Va uchinchisi esa oson, lekin oxiri ko'pchilik qiyinchilik tug'diradigan yo'l. U har bir insonning o'zini xarakterida. Endi biz pedagoglar har birimiz demak doimo yuksalish, o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Bu bizning vazifamizda, hech qachon qotib qolmaslik, ya'ni to'xtamasligimiz kerak. Buning uchun esa biz murakkab lekin kuchli saboqlari bor yo'lni tanlasak, albatta o'z maqsadimizni qo'ygan bo'lamiz. Bu uchala yo'lda ham agar sizning maqsadingiz bo'lmasa, qaysi yo'ldan ketsangiz ham erisha olmaysiz. Maqsadingiz bo'lishi kerak. Maqsad bo'lmagan uchala yo'l ham bizlarni manzilga yetkazmaydi. Bu ustozga qaytadan qaytamiz. Har bir o'qituvchi yoki bo'lmasa har bir kasb egasi shaxsiy kasbiy rivojlanish deyapsiz-ku. Inson shaxsiy rivojlanadi yoki kasbiy rivojlanish jarayonida o'ziga smart maqsadlar tuza olsagina o'sha maqsad yo'lda harakat qila oladi. Ya'ni maqsad bu inglizcha so'zlardan olingan, ya'ni SM smartda, ya'ni aniq, maqsadingiz aniq bo'lishi kerak, o'lchanadigan bo'lishi kerak. Maqsadingizga siz erisha oladigan maqsad qo'yishingiz kerak o'zingizning oldingizga. Erishishingizga ko'zingiz yeta oladigan maqsad va o'sha dolzarb bo'lishi kerak. Ya'ni hozirgi zamon talab va vaqt belgilashingiz kerak. Mana noto'g'ri maqsadlar bor, smart yondashuv. Men misol uchun men qachon qilmoqchisiz? Uni siz erisha olmaydigan maqsadlarni hech qachon qo'ymasligingiz kerak. Misol uchun men A+ olmoqchiman. U qachon olaman? Harakat qilmasam, aniq maqsadga erishmasam, misol uchun men o'sha qo'yganman-da, endi sport sohasida. Bu narsa ham endi hayotda men qiynalganim yo'q, to'g'risi. Hech narsadan qiynalganim yo'q. Bolalarni tarbiyalashda qiynalganim. Qancha ishlasam ham baribir qiynalganim. Ertaga pensiyaga chiqdim, lekin pensiyaga chiqqanda shu holatda qolaman. Bog' yaratish niyatim bor, yaratdim ham bor. Endi yana bog' yaratish. Biologiya o'qituvchi bo'lganman, bog' yaratish. nimani o'zgartirmoqchisiz hayotingizda? Hayotda endi bundan buyoqqa hech narsaga qudratim yetmaydi, bog' yaratish, boshqa hech narsani o'zgartirmayman. Ertaga martda ommalashtirish bo'ladi, o'sha Ommalashtirish bo'ldi. yana tumanda ommalashtirildi. Ha, o'qituvchining ishlari tumanda ommalashtirildi. Endi u bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa shu yerga aytadi. O'sha metodika bo'yicha birinchi o'ringa chiqaman dedim, chiqdi. Hozir to'xtatib qo'ydim lekin. Hozir